Hurmatli obunachilar, men sizlarga shunaqa smartfonlar taqdim etayki, ishoninglar, bu videoda sizni smartfoningiz chiqmasdan bu video tugamaydi. Siz kutmagan, siz o'ylamagan, siz tasavvur ham qilmagan smartfonlar bor. Assalomu alaykum. Inshaalloh har bir smartfon o'ziga xos xususiyat, mohiyat va har biri tekshirilgan, tekshirib beriladi, tekshirib olasiz, oldindan to'lov qilmaysiz, mutlaqo bepul yetkazib beriladi. Narxlarni tushirish va sifatni yuqoriga ko'tarish, qulaylikni oshirish bizning maqsadimiz, mijoz roziligi. Huawei Pura 70 Ultra. Bu smartfon yangisi 1600-1400 dollar turadi. Haqiqiy mukammallikni sizga taklif etamiz. Orqasi haqiqiy ko'jadan ishlangan. Cho'lko'k rangda, eksklyuziv ideal holatda. Narxini shunaqa arzon qilib beray. Rabochini 950 sotgan ekanman ko'ryapman, lekin hozir 590 dollarga tasavvur qilyapsizmi? Oddiy 23 Ultra'ning narxiga sizga Huawei Pura 70 Pro. Endi men sizni hayratga solaman. Huawei Pura 80 Pro'da O'zbekistonda даже yangisi yo'q. Rabochisi erta kunda yo'q. Bizda esa misli ko'rilmagan noyob chegirma. 1200 dollarlik smartfonni Huawei Pura 80 Pro'ni full holatda yangida Snapdragon 8 Elite bo'ladi. Protsessori mukammal segmentda bo'ladi. Elite Snapdragon bo'ladi. Huawei Excalibur o'zini protsessori bo'ladi. Endi qarang, aynan men buni protsessorini to'shni ko'ra olmadim. 12 ga 512 talik 750 dollarga tasavvur qiling. Huawei Pura 80 Pro'ni Pura 70 Pro'da narxiga olyapsiz. Bu haqiqiy sensatsiya. Endi bir Huawei, bir iPhone, bir Samsung bilan sizni lol qoldiray. Har bitta telefonda qalban his etib gapiryapman. Qalban his etib eshitishingizni va uni olishingizni so'rayman. Bu smartfonlar imkoniyatdir. 256-85 Y gacha o'tgan bunaqangi iPhone 13 ni hamma do'kon 380 sotadi. Biz esa 375 dollarga 256 lik radnoy holatda iPhone seriyasini xarid qilasiz. Endi Samsung bilan sizni lol qoldiraman. A56 nimasi bilan lol qoldirasiz? Hamma yoqda A56 bor-ku deyishingiz mumkin, lekin buni qarangga O'zbekistonda yo'q. Bu Yevropaga chiqqan ikkita sim kartali Dubai varianti. A56 pink rangda. Aynan iPhone 17 Pro Max ni mana bizda katta kolleksiyasi kirib keldi. Xudo xolasa 17 Pro Max ni eng arzon joydan 5-10 dollar arzon qilib beraman. Chunki o'zimizga keladi, o'zimiz sotamiz. Inshaalloh bu smartfonni aynan hozir pink rangi 4000 dollar turadi. Buni pink rangi ham qimmat turadi o'zi aslida olganda. Oddiy qolgan ranglar 280 270 sotilyapti. Rabochisi men sizga 259 dollar qilib beraman. Oddiy rangdan arzon narxga qilib beraman. Noyob rangni qilib beraman. iPhone 11 Pro 64 100 225 dollarga korobkasidan bilib ko'ring. O'ta original varianti, eng toza varianti. Men sizga suvda qaynayotgan suvga solib qo'ying ishlaveradi. 20 gradus suv O'zbekistonda bo'lmaydi. 6 gradusgacha chiqsa, 20 gradus suvda bemalol ishlaydi. Smartfon yangi avlod model IP 9XK. Xullas men aniq adashib ketib qoldim, lekin suv bosgandan qo'rqmaydi, udardan qo'rqmaydi. Kerak bo'lsa eng mukammal telefon deb ayta olaman. Buni ikki xil varianti bor. 8 ga 256 lisini Rabochisini 280 sotayotgan edi. Bu 12 ga 256 lisi 265 dollarga. Yangisi 370 ga qarab tushib ketdi. Narxi lekin bomba chekilmadi. 256 455 dollarga iPhone 13 Pro ni yangida korobka hujjatli varianti. Endi Xiaomi bilan sizni lol qoldiraman. Toladek ingichka, o'ta noyob Xiaomi 11 Lite atiga 120 dollarga. Men sizga Poco'ni shunaqangi kuchli modelini taklif etay. Poco deganda hamma bilasiz, tezkorlikni his etadi. Men sizga Poco F7 Ultra, bu oddiy emas. Bu F7 Ultra Poco'ni eng yuqori cho'qqisi mana shu bo'ladi. Protsessori Snapdragon 8 Elite, ya'ni Galaxy S25 Ultra'ning raqobatdoshi va undan mustahkam 120 vatlik quvvatlagich bilan 17 minutda zaryadlana oladi. Smartfonni ta'riflashga til ojiz. Mana smartfonning yangisini ko'ryapman. F7 Ultra 900 dollardan qimmat turadi. 640 dollarga 16 ga 512 talik. Deyarli yangi rabochiy bas, даже ishlamagan telefon pashti. A17 ni sizga A16 ni 140 sotayotgan inson sifatida arzon ekanligini his etib, chin yurakdan taklif etaman. 127 dollarga. Biz sizga taqdim etayotgan Note 20 Ultra'lar. Bu modellar uchun mijozlarimiz ishoning 1000 kilometrlar bosib kelishadi. Nega? Bu smartfonlar kabi noyob, salafan holatda yangi varianti hech qayerda yo'q. Men o'zim 120 ta magazinda axtarib ko'rgan inson sifatida aytaman. Butun O'zbekistonda bunaqa idealni topa olmaysiz. To'g'ri, bizda mana 320 dollardan chegirma qilib qo'ydim A+larini, bitta nuqtasi yo'q. Lekin A- ni 220 dollar qilib beraman.
Sal ekranda pechati bo'lgan burchagida, lekin smartfonda sifati har birida o'ziga xos mohiyat, o'ziga xos xususiyat. Biz ayta olamiz, O'zbekiston bo'yicha eng arzon magazinmiz. Endi arzon ekan deb sifatsiz deb o'ylamang, eng sifatli magazinmiz. Eng qulay taklifni bera oladigan magazinmiz. Oldindan to'lov qilmaysiz, borsa yoqsa berasiz. Smartfon olishda aldanib qolishni sababchisi faqat o'zingiz bo'lasiz, chunki siz zakaz berayotgan magaziningizni qarang. Qancha obunachisi bor, qancha yildan beri ishlayapti. Bizni Marg'ilondan so'rang, 90% aholi biladi. Marg'ilonda telefon magazinini birinchi bo'lib biz ochganmiz. Biz xudo xolasa sizlarga shunaqangi ideal smartfonlar beramiz. iPhone 12 eSIMlargacha o'tgan, 128 96%li $270 ga, iPhone 12 Pro 256 98 $325 ga, iPhone va Honor, boshqa brendlar o'z joyida tursin, flagman qilgan mana shu S10 bo'ladi. $150 ga yangi varianti, $140 ga Note 9 ni Titan yangida, Note 10 Plus'ni A+ holatda ofitsialni eng toza yangisi kelib qoldi. Bunaqasi bir keladi, bir ketadi. S10 Plus'ni 165 ga A+ variantda, iPhone 15 Pro'ni 128.91 $600 ga даже klient bizga bermay ketyapti. Men sizga 600 ga beraman. Men berayotgan narx arzon narx. Men berayotgan taklif Optim Koreyadan kelayotgan narxi ham bundan qimmat keladi. Aynan S15 A- ideal turibdi $145 ga, O'zbekistonda ishlamagan. A82 A- A+ 190 bu esa $150 ga. Aynan sizga iPhone 14 Pro'ni 256.97 $550 ga beraman. Haqiqiy sifatni beraman, haqiqiy qulaylikni beraman. iPhone 11 Pro'ni 64-94%li mukammal segmentda eng qulay narxda, eng arzon taklif bilan bor yo'g'i $240 ga O'zbekistonda ishlamagan. Bu faqat bitta emas, ikkita, uchtalab bor mana. $240 ga, yana mana sizga $240 ga 64.96 qora rangli. Ko'rganda ko'zingiz quvonmasa smartfonda olmaysiz. Kim bunaqa kafolatni bera oladi? Magaram House Mobile bera oladi. Biz sizga iPhone 2 ni 128.97, 128.96%li shunaqa yangi qo'shimchasiga eSIM ham o'tgan narxi esa chegirmada 270 narx beraman. 12 Pro'ni 128.98%lisini 310 ga beraman. eSIMlar o'tgan, даже ishlamagan telefon. Smartfon S21 Plus Titan rangda $220 ga, haqiqiy sifat uyg'unligi 512 tali $570 ga 97%li iPhone 13 Pro Max'ni o'z blogingizni yuritish vaqti kelganini bildiradi. Bu storiesni behikmat ko'rmayapsiz. Aynan bu yerda smartfonni siz emas, smartfon sizni tanlaydi. Har bir smartfon sizni qarab turibdi. Inshaalloh iPhone 14 Pro Max'ni 256 98%lisini amerikanskiy sim karta o'qimaydiganini ham 580 sotamiz. Men sizga inshaalloh amerikanskiy sim kartali variant 580 qilib beraman. iPhone 14 eSIMgacha o'tgan. Inshaalloh smartfon mega chegirmada. Hozir aytib o'tdim. Narxini qayta aytib o'tmay, $195 evaziga A55 54 ni 199 sotdim kuni kecha. 55 ni qilib beraman. Endi sizga qulaylik, sizga ixchamlik, sizga tezkorlik, eng yaxshi internet, eng yaxshi aloqa kerak. Bizga ham shu kerak. Shuning uchun ham biz polniy operator tizimimizni va har bir xodimimiz esigimiz ishlashadi. Mana o'zimdan esigimni ishlataman. Haqiqatda borki, rohatlanib ishlatadigan model. Bu sizga rohatni, qulaylikni va yoqimli imkoniyatlarni eshigini ochadi. Har bir rang o'ziga xos xususiyat. Endi bularni 360 dan qilib beramiz. eSIMgacha o'tgan variantidan. Elegantni, kompaktni, yoqimli, zamonaviy uslub ichida o'z uslubingizga mos rangni tanlang. Biz sizga mukammallikni beramiz. Biz sizga qulaylikni beramiz. Biz sizga ishonch ulashamiz. Smartfon emas, xotirjamlikni beramiz. Smartfon tanlashdan ko'ra magazinni tanlash muhimroq desam, ishoning, 20 yillik tajribadan kelib chiqib gapirgan gapim bo'ladi. Men o'zim smartfon magazinlaridan smartfon olishdan cho'chiyman, chunki ertaga muammosi tug'ilsa hamma bahona qiladi. Bizda bahona emas, sidqidillik bor, rozichilik bor. Mijoz uchun biz qayg'uramiz. Bizda muammo chiqsa biz almashtirib beramiz. Bizda kuniga 100 tadan ortiq magazinga smartfon keladi. Shunday ekan, bu smartfonlar nega kelyapti? Aqlan fikrlab ko'ring. Har bir mijozning roziligi tufayli, har bir mijoz uchun qayg'urganimiz tufayli Alloh nasib qilib shunaqa smartfonlar kelyapti. Inshaalloh bunaqa magazin O'zbekistonda faqatgina bir dona House Mobile hisoblanadi. Bizni magazinlarga kelishlarini so'rab qolaman. Shaxsan o'zim kutib olaman va do'konimizdagi har bir xodim sizning xizmatingizni qilganidan mamnun bo'ladi. Zakaz bering, ishonchingizni 200% oqlashga va'da beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.